Bugun odamlardan qanday kitob mutolaa qilayotganini so'raymiz. Qani ketdik. Atom odatlar. Galatepaga qaytdik. George Orwell. Hozircha kitob mutolaa qilganman. Hozircha kitob mutolaa qilmayapman. O'zi odamlar kitob o'qiydimi hozir? Donishmandlar to'g'risida. Dostoyevskiyni Jinoyat va jazo degan. Akademik Xebetskiy kitob. Tushda kechgan umr. O'tgan kitob. Kitob o'qishga vaqtimiz yo'q. Hozirgi kunda qanday kitob mutolaa qilyapsiz? Hozir yaxshi. Yurtimiz tinch, Xudoga shukr, alhamdulillah. A few moments later. O'qigan kitobingiz bormi? Biroq xil nomini aytsangiz. Xo'p. Hozir o'qigan kitoblarimiz Amir Temurda o'qiganmiz. Mirzo Ulug'bekda o'qiganmiz. Latte omlegan. Kimyoga. Qanaqa o'qiymiz? Hozir Bodo Sheferning Xo'p. Pul alifbosi degan kitobini mutolaa qilyapman hozir. Marketingda rad etib bo'lmas birjalik taklif degan. Dostoyevskiydan Oydin Turlar asari.